siz yalğız emas. Nima uchun? Bugun bu savolga birlikda javob topaylik. Ba'zida biz o'zimizni yalğız deb o'ylaymiz. Lekin bu haqiqat emas. Chunki bu dunyoda sizga o'xshash his qilayotgan odamlar bor. Siz ko'rolmaysiz. Lekin ba'zida his qilsiz. Lekin ular bor. Masalan, bir odam bor. Umi bugun charchadi. Umi kuldi. Lekin ichida nihoyatda g'am qayg'u, ig'ir besim bor. Umi men yaxshi dedi. Lekin haqiqat undaq emas. Siz uni tanimaysiz. Lekin u bor. Yana bir odam bor. U sizdan bak yiroqda. Balkim boshqa bir davlatdadir. Lekin bugun umi o'xshash uxlay olmayotidi. Umi uyini eslayotidi. Qarindoshlarini, ota-onalarini, urug' tuqqanlarini, savodoshlarini, do'stlarini. Yana birini o'ylab boqing. Sizni eslaydigan bir odam bor. Balkim u siz bilan birga emas. Lekin u ba'zida sizni o'ylaydi. O'ylagan vaqtida tuyuqsiz telefon kelib qolgan ishlar bo'ladi. Bu yer sharning tortish kuchi bo'ladi. Biz buni bilib yetmaymiz. Lekin bu bog'lanish uzilmagan. Shunga siz yolg'iz emas. Chunki bu yolg'izlik hamisha haqiqat emas. Ba'zida u faqat hissiyot. Ba'zi odamlar faqat o'ylaydi. Lekin harakat qilmaydi. Biz ko'p ishlarni o'ylab olgandan keyin mingimiz o'g'rilik qarab mangdi. Shuning bilan harakat qila olmaymiz. Dunyoda ko'pincha odam o'ylaydi, lekin harakat qilmaydi, boshlamaydi. Lekin siz agar bir ishni o'ylab, uning uchun bir qadam bossangiz, darhol bossangiz, natija alayli bo'ladi. Sinab ko'rmamsiz ertadan boshlab. Chunki o'y bizning xiyolimiz bir boshlanish. Harakat bo'lsa, uni haqiqatga aylantirdi. Biz doim deymiz-ku, harakat barakat deb. Siz nimani ko'p o'ylaysiz? Hayotingiz shu tarafga mangdi. Masalan, salomatlikni, pulni, yaxshi ishlarni o'ylab boqing. Albatta darhol bo'lmaydi. Cho'qim bir kuni bo'ladi. Hamma narsani sinab ko'rgulik. Hayotda faqat bir qatim yashaymiz emasmi? Shunga
maqsad jetdi kelgan chaqda hammalar pulning muhimligini bilib turmiz. Ammo qandoq pul tepishning yo'llarini izlab beshimiz ketib ketadi. Albatta pul tepish usullari har xil. Agar siz pulni haqiqiy yaxshi ko'rib, izlanadigan bo'lsangiz, xiyol qilib harakat etadigan bo'lsangiz, pul o'zligidan keladi. Bundaq misollar bek ko'p. Shunga hozir bir yaxshi ishni o'ylang. Lekin bu kecha yaxshi ishni o'ylab, yaxshi tush ko'ring. Ammo atdigan turganda, yaxshi ishni o'ylaganda darhol harakatga o'ting. Va uning uchun kichik bir qadam bo'lsin-mi, bilsin, cho'qim natijasini ko'rsiz. Cho'ng ish qilish shart emas. Faqatla boshlashla kifoya. Bizning taqdirimiz ba'zida bir-biriga o'xshash. Yiroq yerlarda yashaymiz. Vatanimizni sevg'inimiz. Albatta, vatandagilarmi bizni sevg'inadi. Bu sevg'inish har kuni biz bilan birga. Lekin sevg'inish bizni olg'a minishdan to'xtatmasligi kerak. Sevg'inish bizni olg'a minishdan to'xtatmasligi kerak. Vatanni yaxshi ko'rish faqat aslash emas. U yaxshi yashash bilan ifodalanadi. Hozir atrofingiz qarab boqing. Oilangiz bor. Bolalarınız bor. Ayolingiz, yo'ldoshingiz bor. Vaqt chiqarib bir soat mundishib baqdingizmi? Sizga ishonadigan odamlar bor. Ularning ko'nglida siz qandoq bir odam? Ular sizni qandoq ko'rishni xohlaydi? Shunga oilangizni birinchi o'rin qo'ying. Ular uchun yaxshi tilaklarni, yaxshi xiyollarni, yaxshi harakatlarni bo'ling. Ular bilan vaqtingizni, go'zal minutlarni o'tkazing. Chunki siz kuchli bo'lsangiz, ularmi kuchli bo'ladi. Siz olg'imangsiz, ularmi siz bilan birga mangadi. Bu faqat sizning yo'lingiz emas. Bu bir oilaning yo'li. Bu kecha buni esingizda tuting. Dunyoda sizga o'xshash qalb bor. Siz hargiz yolg'iz emas. Rahmat. Kelaksan ko'rish.